Assalomu alaykum. Qo'y boqishni, chorvani yaxshi ko'ruvchilar. Video oldingizdan chiqib qoldi, o'tkazib yubormang. Bittagina like tugmachasini bosib qo'ying va obuna bo'lib qo'ying. Hech ham ziyon ko'rmaysiz. Mana bu qo'zini qarang. Bu qo'zi yaxshigina sutga to'ygan qo'zichoq. Juda ham ko'rinishi chiroyli qarang. Yunglari juda ham chiroyli va ko'zlari juda tiniq. Juda ham sog'lom qo'zichoq bu. Erta bahordan beri nechta sog'lig'ingiz qo'zichoqli bo'ldi. Mana bularni qarang. Bularda xolasi ham bor. Mana bu qo'ydi ona qo'y egiz tug'di. Buni singlisi ham bor. Bultur onasi egiz tuqqan edi. Shu yil esa egiz tug'madi. Yakka qo'y tug'di. Bu hozir ko'rsataman sizga. Mana bu qo'zichoq qarang. Kattagina u. Tishqoli rangda. Mana bu sarg'imtil, och sariq ona qo'y. Bunisi ikkitasi opa singil. Bittasi tug'di, bittasi endi tug'adi. Bultur egizchali bo'lgan qo'yimiz shu yil bir dona tug'di. Uni qizi esa egiz qo'ziladi mana. O'zi esa bitta qo'y tug'di. Bu kelasi yili yana egiz tug'adi. Demak, agar qo'zilaringiz egiz bo'lsa, ularning ichida sog'liq bo'lsa, kelasi yil ular ham egiz bo'lalaydi. Bu tajribadan o'tgan. Siz egizchi qo'ylaringizning sog'liqlarini iloji bo'lsa sotmang. Qo'ylaringiz juda ham tez ko'payadi. Ikkitadan tug'ayotgan sog'liqlaringiz bo'lsa. Mana buni qarang. Bu yakka tug'ilgan qo'zi. Juda ham yaxshi sutga to'ygan va yaxshi o'sib borayotgan qo'zilar. Bular har doim bedani yeydi, arpa yeydi va yaxshi o'sib boryapti. Siz hech ham ziyon ko'rmaysiz qo'y boqib. Qo'ylaringiz har doim o'sishi uchun, katta bo'lishi uchun ozuqasiga yaxshi qarang va dorilarini o'z vaqtida berib boring. Hech ham kasallikka chalinmaydi. Turgan joyi, qo'rasi quruq bo'lsa va o'ta shamol joy bo'lmasa, qo'zilaringiz kasallanmaydi va yaxshi o'sadi. Kasal bo'lmagan qo'zi yaxshigina o'sadi va sizga yaxshi daromad qoldiradi. Foydani yaxshi ko'rasiz. Obuna bo'ling. Facebook,